Sherzodxonmi o'zi meni naturalni kurtkani asirtirib giyib yurtdi. Shuning uchun bemalol qo'rqmay kelib xarid qilib ketaverasiz. Xudo xolasa zo'r baholarda ko'p-ko'pmiz qaranglar. Yani ko'pchilik shuning kaltarak fasonda so'ragandi, ya'ni manjetlisini qaranglar. Ko'jalar ham haqiqiy ko'ja bo'ladi, haqiqiy norka bo'ladi. Norkasi yoqmasa olib tashlaysizlar, lekin norka yoqmaydi odam o'zi bo'lmasligi kerak. Nima uchun desa, issiqqa o'xshab beradi. Havo qizg'an vaqtda bemalol norkani olib tashlab azatib kelaverasizlar. Durishini qaranglar. Lyuks narsa va bir lyuks narsa. Qo'llar ham haqiqiy zamoshdan taxlangan bo'ladi. Kisana qaranglar. Tikilishni ko'rib turibsizlar. O'sha shuni bilaverasizlar sifatini. Bu ko'rib turgansiz korishniy rasvetkasi bo'ladi. Orqalar ham qo'zimnasi taxlangan. Bemalol yomg'ir qordan kiyaverasizlar. Muammo bo'lmaydi. Xohlasangizlar to'shishini bu yerda yana qop-qora rasvetkasi kelgan. Qorasi desangizlar qorasi, korishniysi desangizlar korishniysi, xudo xolasa chiroyli narxlarda taxlab beramiz. Dostavka kerak bo'lsa, West Uzbekistan bo'yicha dostavka qilib beramiz. Norka va bir norka yana.